Marhum birinchi prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizi Gulnora Karimova bugun. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 27 aprel kuni Shveysariyaning Berlinson shahridagi federal jinoyat sudida O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova va boshqalar ustidan xalqaro korrupsiyaga oid sud ishi boshlanadi. Taxminan 20 yildan beri davom etayotgan ushbu sud jarayoni g'ayrioddiy tergov harakatlari hamda noaniq yakuni bilan ajralib turadi deya xabar bermoqda Finews portali. Qayd etilishicha, sudlanuvchilar qatorida jismoniy shaxslardan tashqari Shveysariya banklari ham korporativ javobgar sifatida qatnashadi. Karimova ishi nimadan iborat? Voqeaning boshlanganiga qariyb 20 yil bo'lgan. Voqealar markazida O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova turibdi. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, O'zbekiston bozoriga kirishga urinayotgan telekommunikatsiya shirkatlaridan pora talab qilish bilan shug'ullangan va boshqarma deb nomlangan keng tarmoqli jinoiy tuzilma yaratgan. Aytilishicha, bu tuzilma uzoq yillar davomida faoliyat yuritib kelgan deyiladi maqolada. Gulnora Karimova va uning biznes hamkoriga nisbatan jinoyat ishi Shveysariya bosh prokuraturasi tomonidan 2012 yilda ochilgan. Ular korrupsiya jinoiy tashkilot faoliyatida ishtirok etish va pul yuvishda ayblanmoqda. Ko'p o'tmay 2013 yilda Karimova O'zbekistonda ham tergovga tortilgan. Ayblovga ko'ra, Karimova ofis orqali O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lgan telekommunikatsiya kompaniyalaridan pora undirgan. 2015 yilda Jenevadagi Lombard Odier xususiy bankining sobiq xodimi ustidan ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan. U 2008 yildan 2012 yilgacha bo'lgan davrda ofisga aloqador shaxslar uchun bank hisob varaqalarini ochib, ularni boshqarish orqali mablag'larning kelib chiqishini yashirishga imkon berganlikda ayblanmoqda. Prokurorlar Lombard Odierni pul yuvishda ayblayotgani yo'q, lekin bank pul yuvish zanjirida ishtirokchiga aylanib qolishdan saqlanish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rganmi? Bu savol bankni korporativ jinoiy mas'uliyat tushunchasi doirasida sud jarayonida javobgarlar qatoriga kirishiga sabab bo'lgan. Nima uchun ishni ko'rib chiqish bunchalik cho'zilgan? Ish asosini tashkil etgan holatlar murakkab bo'lishiga qaramay, sud muhokamasining o'zi ham g'ayrioddiy kechdi. Ayniqsa, jarayonning davomiyligi e'tiborga molik. Ishga aloqador voqealar 2008 yilga borib taqaladi. E'tiborlisi, Shveysariya federal jinoyat sudi ayni shu ish doirasida o'z tarixida ilk marta mamlakatdan tashqariga chiqib so'roq o'tkazgan. Uzoq yillar davomida ishning ikki yo'nalishi alohida va turli prokurorlar tomonidan olib borilgan. Faqat 2025 yilning may oyida tergov boshlanganidan 10 yildan oshiq vaqt o'tib, federal jinoyat sudi bosh prokuraturaning pozitsiyasiga qaramay, ishlar bir xil faktik holatlarga asoslanganligi sababli ularni birlashtirish to'g'risidagi qaror qabul qilgan. Ushbu jarayon odatiy tartibdan nima bilan farq qiladi? 2026 yilning boshida Toshkentda Karimova bilan ikkinchi marta sud so'rog'i bo'lib o'tgan. Ko'rsatma olish jarayoniga O'zbekiston tomoni cheklovlar joriy etgani aytilyapti. Shveysariya sudyalari savollarni faqat O'zbekiston bosh prokuraturasi orqali yo'llagan. Ularning o'zi sudlanuvchiga bevosita savol berishiga imkon berilmagan. Qolaversa, O'zbekiston tomonining maxfiylik talablari va bu talablarga rioya etilmagan taqdirda jinoiy sanksiyalar qo'llanilishi haqidagi ogohlantirishi tufayli himoyachilar ko'rsatma olish jarayonida qatnashishdan bosh tortgan. Natijada mazkur ko'rsatmalar Shveysariyaning dalil to'plash standartlariga javob berishi va sudda qanchalik kuchga ega bo'lishi savol ostida qolmoqda. Bularning barini inobatga olganda sud muhokamasi qanday kechishini oldindan aytish qiyin. Hali hanuz noaniq bo'lib turgan omillar talaygina. Tergov yillari davomida esa o'ta ko'p qonunbuzarliklar to'planib qolgan. Sudga aynan kimlar kelishi ham, provardida qanday dalillar qabul qilinib, ularga qay darajada ahamiyat berilishi ham noaniq. Shuningdek, muhokamaning davomiyligi va ko'p sonli protsessual bosqichlar huquqiy bahoga qanday ta'sir ko'rsatishi masalasi ham o'rtaga chiqadi deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 2019 yil 18 martda Toshkent shahar sudi hukmi bilan Gulnora Karimovaga
13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangandi. Jazo muddatini 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. 2019 yil mart oyida AQSh Gulnora Karimova va O'zdunrobitaning sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovni korrupsiya va 865 million dollardan ko'proq pulni yuvganlikda ayblagandi. 24 iyunda esa Shveysariya bosh prokuraturasi Karimova ishi bo'yicha muzlatilgan 130 million Shveysariya koronasi miqdoridagi mablag'ni O'zbekistonga qaytarishini ma'lum qilgandi. 2020 yilning sentyabriga kelib Shveysariya hukumati musodara qilingan pul mablag'larini O'zbekistonga qaytarish shartlari bo'yicha mamlakat hukumatlari kelishuviga erishganini ma'lum qildi. O'shanda Karimovaning Shveysariyadagi hisoblaridan olingan 131 million dollarlik mablag' O'zbekistonga qaytarilishi aytilgandi deyilgan xabarda. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Azizlar, Gulnora Karimova haqidagi har bir fikrlarni albatta izohlarda yozib borishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhim ahamiyatga ega.